Tügeçtim. Sımsız doğru ulanmadı. Geço? Ne oldu? Üstüdeki ağaça sımsız doğruğa mahfi numara sepip koyuptu. Qandaqlık kirgizsem bo'lmayapti. Mahfi numarama 1-9'ga kirgizib sinab baqdingmi? To'g'ri emas deydi. Ta'tirsi kirgizib baqa. Bo'lmayapti. Ündidar uçurlarına evetkil bo'lmaydigan bo'lib qoldimi? Hey, kim gitak? Xulg'an bo'lib yetib olmay turing ha. Qanday qilamiz? Telefon to'xtab qoldi. Simsiz tormi ulanmayapti. Sizning bir planingiz bormi? Hey Kiyo. Nima ishda? Simsiz to'rga ulash uchun egizroq ko'tarishing kerak. Egizroq ko'tarib baq. Uyning hamma yeriga olib sinab baq. O'lgur chekatga. Bu yerda tursam bo'landi. Rost ulandimi? Sening ulanğanda qahva döltü deb ism qo'yilgan 2 yillik to'rka. Yaqin atrofda qahvaxona ichildimi? Bo'g'ini. Mening nima ish ulanmaydi? Bu yerga kelib sinapaqa. Ballarim. Ulandimi? Ulandi. Mening undidarimga qarab baqa. Pesa do'konidagilar biz bilan aloqalashadiganligini aytqandi. Ma'qul, to'xtab tur. Pesa do'konidagilar uchur yo'llabdi. Qaranglar buningga. Agar biz mushu surat bo'yicha qila olsak, bularni bugun oqshomda fitrib bo'ladigandekmiz. Qatlab bo'la olsak, bugunli pulni ola olamiz. Asli o'r turib qatlaydi ekan-da. O'r tursa kuch ko'p ketadi. Nima? Dezinfeksiyalandikan? Yaqindan beri mushundaq dezinfeksiyalaydigan bo'lib qopti. Bo'ldi, yapma. Uyimizni haqsiz dezinfeksiyalab qo'ysin. Chekatkilar tugab qolar. To'g'ri. Uyda yaqindan buyon chekatga olib qoldi. Oy, tunamadım. Can, şu derizim yetmeydi degansan. Ham yetmeymi? Qandaq masala bor ekan konsertdan. Mashina misolga olay. Mana bu yerga qarang. Siziq bo'yicha qatlanmabdi. Bu yerlarda nemishqa iz paydo bo'lib qoldi? Nemishqa bu yer qatlanmadi? To'liq bitmabdi. Men baya umumiy yuzni ko'rib chiqdim. Har 4 qutining ichida biri shunday bo'lib qopti. 4dan biri layoqasiz bo'ldi degan gap. Maoshimizning 4dan birini rostli tutib olamsiz? Layoqasiz bo'lganligi tufayli kelib chiqqan ziyonning oldida bunchalik maosh nima edi? Bu nima deganingiz? Chekdim besa oshirib etdingiz. Cho'ng ana, bu kichik masala emas, Layoqasiz qutining elib keladigan ta'sirining qanchalik bo'ladiganligini bilamsiz. Markamizning obraziga ta'sir yetkazdi. Qatlaydigan odamim yo'qtirib marka deb ketganini. Nima dedingiz? Xo'jayin, bunda qilishingiz eriq do'stingiz uchun. Kimni deysiz? Do'koningizda ishlaydigan eriq bolni deyman. U ziraksizlik yo'qolib ketdi deyman. Do'konda zakazlar ko'payib ketgan mushunda qaliqliq payti yo'qolib ketdi. Bu ishlarni qanday bildingiz? Nereden anladınız? O bala sanamla tonuşu. Hiliga akash biroz xalita. Bu atrofdagi nomim faqatli yaxshi emas. Xo'jayin, meningcha maoshining 10%ni tutib olsangiz bo'ladi. Almashtirishqimi bo'ladi? Nimani almashtiramiz? Mushu fursatdan foydalanib qo'shimcha ishlaydigan odamdan birini qabul qilaylik. Acha. Rostla odam qabul qilmasak bo'lmaydi. Ishni tashlab ketgan odamni bo'sh deb ayting, jazosi bo'lsin. Men ati 100 turani imtihon bekili borman. Qacharoq vaqtingiz? To'xtang. Men o'ylanib baqay. Amsa biz qilgan ishlarning hisobotini qilib o'ting.
Boshundaq o'ltamig'inimizga uzun bo'pti-kan, ha? Telefonimizning echilib, uyimizga simsiz to'r ulanganligini tabriklab, so'qishtirib ichayli, ha? Qani, o o'lgir ishning bolasi qarang'i tushmasinlar, shuncha mas'ul ketganini qara. Немишқа қалаймқан тарат қылышқы болмайды деп бәлгі чаплап қоймайдығанды. Чаплап қойшына нәчі қеттім дедім болмыса. Болмайды. Бұндақ адамлар о бәлгіні көсе текімі көп келдіған болып алады. Еш болмағанда вақырап кеткізейді әйлі. Вақырма. Мұшындақ егім кішік тарат қыламды қамлашмаға. Ау, мен қылақамын ме? Таға, нем қылып атсыз? О, хажатхан емес. Раслы мен қа екен. Немеге қарайса? Неме? Тоғыры іш қылдек бақырайсыз ғой. Осы сол тәк. Сәге керек бұлың, сәге керек. Достым, xeyli yaman kenjim o. Ali məktəb oxuğucusu degan hamon o'xshamaydi da. Rost akamga o'xshamaydi. O bizning uyga kelganmidi? Deyishib qo'yganmidinglar? Yo'q. Yaxshimisizlar? Men ham keldim ha. Kep qapsan qo'y. Taga yaxshi turdingizmi? Yaxshi. Tuyuqsizlik kep qapsan qo'y. Yo'llagan ushurumni ko'midingmi? Sat bo'ldi. Tamoq yeyishinglar daxil qilib qo'ydimmi qanday? Tamoq yemidik. Kecha yaxshi turyapsiz. Sizni yaxshi turgansiz. Atang uyga kelib yurmasam, sirtili ko'rsak bo'ladi emasmi? Buni sana berish uchun keldim. Bu narsa pek og'ir. Ustalga qo'ying, ha. Bu nima? Bu degan talay sandig'i. Kim kiyo bilan o'ynay deb ib keldim. Buvam buni cho'qim olib berishimni aytgandi. Voh. Bu tog' daryo manzara teshimi? Bu yani podshoh teshi deb motiladi. Voh, xeyli tushundikansiz-juma. Buvam quruqliq armiyat turgan mazgillarda bu umr teshini yenida saqlab ketgan. Hozir uyimizning hamma yeriga mushu umr teshi tiziqliq. Bo'libmi, bu umr teshi boyliq, mol dunyo, yana Minxa. Buning rastlat simvolik ma'nosi bor ekan. Shundaq. Bizning uyga mos kelgidek. Shundaq. Buvingizga rahmatimizni cho'qim yetkazib qo'ying, ha? Yeydigan narsa ekansiz-chi? Hey, boyaqi narsaning ismi nimati? Tog'daryo manzara teshimi? Sen shundaq tashani yig'amsan? Hay, nima degan bilan shu toshning bahonasida ota-ona bilan ko'rishib oldim. Qarasam ularning salomatligimi yaxshi ekan. Salomatligiga yaxshi, biroq qiladigan ish yo'q. Kechon shoyang bormay uyda o'tiryapman-da. Bormaydi emas, boramaydi. O'moqmi ekan? Bu heliqi sen dars o'tib beradigan qiz bola. Pakta o'qiy, to'liq 2-yilda o'qiydi. Mening o'rnimda uningga ingliz tili dars o'tib ekan. Nemishqa bundoq deysan? Boy oilaning bolasi maoshnimi ko'p berdi. U bolami bak gap anglaydi. Chatalga chiqib o'qiydigan bo'ldim. Shunga uningga sen dars o'tib ekan. Maktabda yaxshi o'tadigan kasbdoshlaring ko'p-ku. Nemishqa mendek qayta o'qiyotgan odamni tanlab qolding? Yana nima uchun bo'ladi? Paras qilsammi, bezor bo'lib ketaman. Bizning fakultetdagilarning do'qining atrofida bo'rdek mengib yurganini o'ylasamla, ko'nglim ilishib ketadi. Uni yaxshi ko'ramsan? Hay, men astoydil gap qilyapman. U oliy maktabga o'tgandan keyin ondan ko'ngil izhor qilay deb o'ylashdim. Menga yordam qilib shu vaqtgacha uning oldin yaxshi xabar berib qo'y. Uningga sen dars o'tpasang, menmi xotirjam o'qishimga mang'alayman. Menga ishonganingga rahmat. Biroq men yolg'ondan dashining o'quvchisi bo'la olamda. Kimki yo'q. Biz tafsili o'ylab boqaylik. Harbiylikka kirishdan burun 2 qitim, harbiylikdan qaytgandan keyin 2 qitim bo'lib 4 qitim imtihon berdim. Grammatika, so'zlik, yezishchilik, dialog deganlarga pishiq. Rostdan desam, sening ingliz tiling o'sha kunda haraq ichib mas yuradigan o'quvchilardan nachasi yaxshi. O'qu shu emasmi? Biroq ular meni qabul qilama. Men ya dashida o'qimagan tursam. Yolg'ondan o'qiydigan bo'lib olmamsan. Hech qisi yo'q. Men avval berib seni tanishtirib qo'yaman. Yana kelib u uydagi xonimni qanday desam bo'lar? Bakli sadda, shundaq. Yosh ham sadda. Sadda? Bu nima deganing?
qandaq ifodalashni menmi bilmadim. Ishqilib meningcha shundoq yaxshi. Deyishib qo'ydik, ha? Ha, ham shundoq bo'lsin. Kiyo. Kichungning xeyli hunari bor-ku, ha? Suratlarni shundoq yaxshi o'ngshalaydi. Xeyli o'niring bor ekan. Mushundoq turib doshug'i nima ish qitamay qolgansan? O'lgin keldimi? Xonqiz, bu yerda tamak chekish ma'ni qilinadi. Ha, bo'ladi. Uni menga ayt. Ma'qul. Ha, oxirga qizil tamg'a. Seulda shusida soxta hujjat yasash kasbi bormi? Bor bo'lsa, Kichong eng yaxshi natija bilan kelgudak. Uning haqiqiy qobiliyati bor. O'g'limiz 100 turam imtihonga boradi. Yaxshi gap qilib qo'ying. Hey o'g'lim. Sen dadangning faxri. Dada, men buni soxtalik yoki jinoyat deb qaramayman. Kelar yili cho'qim mush maktabga borman. Asli mundoq planing bor ekanda? Ha, maktabda o'qiyotganlik isbotini oldin oldim desam bo'ladi. Kim o? Do'xiyning opasi bo'lamsiz. Yaxshimsiz? Men Minxa tanishtirgan. Ha, kiring. Ma'qul. Yaxshimisiz? Ha, yaxshimisiz xonim? Yo'q, men bu uyning uy xizmatchisi. Qani kiring. O'ylanglar bek chiroyli ekan. Uy ichi texmi chiroyli. Binokor Nangan Yonja apantini bilamsiz. U bek dangliq odam. Bu asli shu odamning uyi edi. Uyning hamma yerini u o'z qo'li bilan lohiylagan. Hozir siz ko'rib turgandek bolalarning shodlik baxtsiga aylanib qoldi. Bu yoqqa keling. Bu yerda o'ltirib turing. Men berib xonimni chaqiray. Bo'ladi. Xonim. Aile o'qituvchisi keldi. Bu hujjatlar bilan isbotlash ketmaydi. Minxa ma'lum tanishtirgandan keyin bo'ldi. Sizga ayon bo'lishi mumkin. Minxa ma'lumga gap ketmaydi. To'g'ri, ikkimiz uningdan shundoq rozi. Bu uning natijasi bilan munosabatsiz gapimni tushundingizmi? Tushundim. O rastla bo'ladigan bola. Rastini desam, Do'xuy ikkimiz kelar yildagi oliy maktab imtihonigacha uni oila o'qituvchiligiga taklif qilishni o'ylagan edik. Biroq u tuyuqsizla chet elga o'qishga chiqaman deb ketib qoldi. Sizga bundoq desam, adabsizlik bo'ladiganligini bilaman. Biroq o'qitish saviyangiz Minxa ma'lumnikidek bo'lmasa, undaqda sizni taklif qilganimning hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. Bu gaplarni boshda devasam yaxshiroq bo'lar deb o'yladim. Bugungi tungi soatlik darsni yandan anglasam bo'lamdi. Sizning qanday dars so'zlaydiganligingizni bilib baqay deyman. Qo'shilamsiz.
Yigirma to'rtinchi savolning javobini muqimlashtiramsiz. Do'xoy, bayağı orqadagi savolni ishlashga nihoyat ko'p vaqtingiz ketdi. Hozir yana 24-chi savolni qayta ochdingiz, to'g'rimi? Ha. Agar bu dashoning imtihonining birinchi savoli bo'lib qolsa, boshlanishdan xatolashgan bo'lasiz. Qarang. To'miringizni ritmsiz so'qiyotdi. Yurak hargiz yolg'on so'zlamaydi. İmtihan deganimiz botirlik bilan olg'a ilgirlash deganlik. Ritmingiz buzilib ketsa mag'lub bo'lasiz degan gap. Mening ko'ngil bo'ladiganim 24-chi savolning javobi emas. Men faqat imtihon berish usulini egilab, imtihonni yaxshi bera olishingizga ko'ngil bo'laman. İmtihan maydonida siniladigan dal mushu narsa. Tushundingizmi? Her ayning mush kunida maoshingizni beraman. Har haftaning 1, 3, 5 kunlari 2 soatdan dars o'tib bersangiz bo'ladi. Oylik maosh emas. Asli men xamolimniki bilan o'xshash bersam bo'ladi, biroq mol bahosining oshqanligini ko'zda tutib, azroq qo'shib qo'ydim. Keling, endi rasmiy yo'sinda salomlashib qo'yinglar. Bu yoq Do'xiyning ingliz tili o'qituvchisi Kevin muallim. Kevin muallim. Ders o'tayotganda qo'zg'ingiz ochsa har qanday vaqtda menga desangiz bo'ladi. Bir narsa lozim bo'lsa, uningga desangiz bo'ladi. U uyning cho'ng kichik ishlarini men qilsa kerak bo'ladi. Do'sting, boshqalarning beshini qilib bo'lmaydi, unda qilma. Sat bo'ldi-da, sizni qo'rqitib qo'ydim. Yaqay, balanz bak o'makka. Uning ismi Do'simi? Mening kichik o'g'lim. Do'sting, tez kelib Kevin muallim bilan salomlashqin. Bu indiyalarning o'qiyasi. Tuvaldim. Lekin tarbiyasidan bevosita kelib o'tkazgan. Endi boshlab indiyalarga mas'ul bo'lib qoldi. Indiyanda. O bir narsaga osonla mas'ul qoladi. Yaqay. Uning asl dili o'kisi yo'q, ham biroz bo'shang. Bir sekundmi jim turmaydi. O'tgan yili uni diqqatini yig'ishni, savarchalikni o'rganamikin deb o'smirlar harbiy lagerga qatnashtirgan edim. Biroq qarang, hozir texmig'ili bo'lib ketdi. O'smirlar harbiy lagerdagi o'qituvchisi indiyalarning mastansigan to'q. Shu ta'sir ko'rsatib qo'ydimi, qanday bilmadim. O'smir harbiylar ruhiy aslida Amerikadagi indiyalarni manba qilgan. Uning bu holati nihoyat yaxshi. Kevin muallim, sizmi o'smirlar harbiy lagerga qatnashganmisiz? Shunaq. Menmi o'smir harbiy bo'lib qatnashgan. Bizning do'sting rasmlarga bak qiziqdi. Mana bu rasmga qarang. Sizgan rasmlarning simvollik ma'nosi bor ekan. Rostilla qaltis sizibdi. Shundoq, yaxshi sizibdi, Kevin muallim, yana siz his qila olasiz. Bu sizgani shimpanzimi? O'zining portreti. Meningcha cho'nglarning maydonida turib tushunsak bo'lmagadek. Do'stingning go'zal san'at talanti odamni hayron qoldirdi ekan. Mush sababdan uning qanchalik go'zal san'at o'qituvchisi almashtirib berganligimni o'zimmi bilmayman. Hammasi bir oymi bardoshlik beramadi. Demisimi, do'stni boshqarmoq bir oz tas. Xonim. Nima ish? Tuyuqsizda birisi esimga kelib qoldi. Jeshka. To'g'ri, uning ismi Jeshka. Navra akam bilan bir fakultetda o'qiydigan qiz. Uni Jeshka deb atashadi. Uning asli ismi nima bo'ldi? O Illinois shtati dashosining qo'llanishchan go'zal san'at kasbida o'qigan. Biroq u hozir davlatga qaytib keldi. Illinoisda. Andanchi? Uning dars o'tish usuli bekla alayda. Kichik bolaning qiziqishini bek tushundi. Uning o'qitish usulimi bu sohada yangilik hisoblanadi. Uning dars o'tish usuli o'zigacha bo'lib qolmay, yana balaning o'rta maktabdan toki dashoga bo'lgan go'zal san'at o'qishiga kafolatlik qila oladi. Siz degan qizga bag'an sari qiziqib qilyaptiman, jimo. Uning bilan ko'rishingiz bormi? Biroq onsam uni taklif qilish bekla tasmish. To'xtab tur.
Jeshka yolg'iz qiz. Jeshka yolg'iz qiz. Illinois Chicago fakultetdagi Kim Jinmo uning navrakam. Do'song qo'rimalarni bir taldan dasturxonga tizib shakl chiqarib o'ynaydi. Biroq u tizib chiqargan shakllardan hamon bir qonuniyatni topqili bo'ladi. Lazi qiyomi qizil rangli ko'rishlar ish qilib o'zi 9 yoshga kirgani bilan sizg'an rasmlarda baska uslubi aks etib turdi. Ko'rib beqishga taqozo bo'lyaptimi? Siz bularni degandan keyin meningcha Jeshka muallim cho'qim yisiqib bo'ldi. Ishkanlar aldirmay paranglashinglar. Men chiqib Do'xuyga dars o'tib beray. Jeshka muallim, sal turib ko'rishaylik. Bo'ladi, rahmat sizga. Tez qilma. Rahmat. Yana avu rasmga qarang. Uningdan Do'songning erkin tafakkurini ko'rib olg'ili bo'ladi-ku deydi. Do'xuy. 38-savoldan boshlaylik. Muallim. Bilamsiz. Do'song hammani o'zi bir qo'lliq planlagan. Bu nima deganingiz? U oldinlarda o'yin qo'yib beryotdi. Yolg'ondan talantiq bo'lganini deyman. Hammasini o'zi bir qo'lliq planlagan. U san'atkorning qiyofatiga kirib oldi xolos. Do'song shunday qiladimi? Xuddi yo'lda ketib yetib tuyuqsiz to'xtab qolgan odamdek osmonga qarab yolg'ondan ilhomi kelgan bo'lib oladi. U yo'lda ketib yetib to'xtab osmondagi bulutlarga qarab turib ketamdi. Nima deyotganimni tushunmadingizmi? Tozimi bir badallarimga to'xat o'rlab ketdi. U shundoq o'zgacha g'alati mijozlik bo'lib olishga amroq. Odamni bezor qilib. Do'song aslan mundaq ekanda. Biroq buning savol ishlashingiz bilan qanday munosabati bor? Yo'q. Sizga mundaq qil deb qo'ydim. Bo'ladi. Amsa mundaq bo'lsin. Baya Do'songni xeyli qiziqarli tasvirladingiz. Moshini material qilib turib, inglizcha maqoladan birini yozing. Talab yolg'on qiyofatga kiriverish degan so'z maqolada kam deganda 2 joyda ko'rilsin. Muallim, sizdan bir savol so'rsam bo'lamdi? Bugun kelgan Jeshika muallim. Rasli sizning navrakingiz bilan bir fakultetda o'qiydigan qizmi? Tuyuqsiz buni so'rab qoldingiz-ku. Jeshika sizning qiz do'stingiz-ku deyman. Undaqa emas. Uning bilan bugun tunji qatim ko'rishim. Jeshika muallim bek chiroyli, shundaqmi? Uningga qarta hech qanday qo'ydi bo'lmadingizmi? Boya uni ko'rdingizmi? Ras bek chiroyli, go'zal qiz desakmi bo'ladi? Uningga ko'nglingiz borligini bilatdim. Do'xoy. Agar Jeshka muallimni atirguliga o'xshatsak, amsi biz savol ishlaylik. Davomli ishlar. Ma'qul. Bu bola birdammo jim o'ltiramaydi. Ko'nglingizga olmang. Bo'ladi. Do'song, tez o'rningdan tura, do'song, tez tura. Oy, nim bunda qilyapti? Xonim chiqib tursangiz bo'pti ekan. Oy, bu men ota-onalarni yondan anglatqizmayman. Nimalar degan bilan bugun tunji soatlik dars tursa, u bunda chiqib turing. Pak do'song. Xonim. Qora o'rik sharbati ichamiz.
ma'qul. Azroq asal qo'shib qo'yay, texim ichishlik bo'ladi. Shunday qilsangiz, texmi yaxshi bo'lg'idek acha. Acha, Ha? bo'lmasa bundaq qilaylik. Menga ishga stakan quyib, do'stimning hujursig'ini akirib bering. Siz oila boshqa bo'lmagandan keyin kirsangiz bo'laverdi, ha? To'g'ri. Ha. Ishidagi ahvollarni ko'rib, bilib chiqib, ondan sizga deb beray. Tazimi boldiroq esimga kelgan bo'lsa-chi. Nim bo'ldi, qaytib chiqibdimi? Darsni tezla o'tib oldingizmi? Xonim, bu yoqqa kelib o'ltiring. Do'stim, siz chiqib turing. Tez chiqib tur. Buni do'stim bayili sizgan. Mundaqda. Men xonim bilan ayrim paranglashmoqchi edim. Hech qisi yo'q. Bo'lmaydi. Chiqib turgan bo'lsangiz. Xonim, bay sizga men san'at psixologiyasi bilan san'atlik davolashni o'rganyapman degan edim. Shundoq degandingiz. Do'stim birinchilikda o'qiyotganda bir ish yuz bergan edi. Rost gap qiling, bu mening do'stimga dars berishimga munosabatli ish. Bu ishni mendan yoshirsangiz yaxshi bo'lmaydi. Shunga hammani davetdim. Hamma ishni hozirlab deb bersan deysangiz, bu bakla tuyuqsiz bo'lib qoldi. Qanday qilaman? Hech qisi yo'q. Odatda rasmning o'ng tarafidagi bu qismini elishib qilish kasalligi rayoni deb ataymiz. Bu rayonga sizgan rasmdan bolaning ro'yi altini bilalaymiz. Nima? Endi bu yerga qarang. Do'sting nayt o'zga shakldan birni sizdi. To'g'ri. Uning bilan o'xshashgan. Qarang. Shundoq, o'xshashgan. O'xshash bir rayonga o'xshash shaklni sizibdi. Endi u bilgansiz. Har kuni qamoq yegach do'stimning rasmiga qarab, biroq shuncha qarab ishimni bilamabdim. O'zingizni tutib oling. Bularning hammasi do'stimning qalbidagi qora quti. Xonim, men bilan birga bu qora qutlarni ichishni xohlamsiz? Xohlayman, muallim. Amisa har haftaning 1, 2, 4 va 5 kuni har qatimda 2 soatdan o'tib beray. Bu go'zal san'at o'qitish emas, balki bir xil san'atlik davolash. Shundoq. Shunga meni taklif qilganda deyishgan haqdan yuqoriroq haq olishim mumkin. Bo'ladi. Qabul qila olamsiz? Albatta, sizga rahmat aytsam bo'ladi, taxi. Oy, bolalarning dadasi qaytib keldi deyman. Dadasi, bu do'stimning yangi go'zal san'at o'qituvchisi Jeshka muallim. Illinois'dan qaytib kelgan ekan. Jeshka, bu yoqda o'yi. Yaxshimisiz? Do'stimga dars o'tib chapajakdingiz. Dars o'tib bo'ldimi? Baytigidi. Ustam. Apandi? Vaqtingiz bormi? Bor, apandi. Amsa, muallimni uyiga olib qo'ying. Ma'qul. Shundoq. Bu atrofda kashf bo'lganda o'zi yolg'iz bo'lsa xatarlik. Shundoq. Jeshka muallim, mashinaga chiqqankansiz, Udulla uyingizga olib qo'yay. Uyingiz qayerda? Menga uyingizni deb beralamsiz? Hech qisi yo'q. Avvar bo'lmasangizmi bo'ladi. Meni Quyuq obyektga olib qo'ysangiz bo'ldi. Rahmat. Uyingiz xeyli yiroq ekan. Uning ustiga men mo ishdan tushib bo'ldim. Quyuq obyektga tushib qolsammi bo'ldi? Yomg'ir yog'ganda qiladi. Metroga o'ltirmay Mushu mashinaga o'ltirib ketib elang, ma'qulmi? Yigitim bilan Quyuq obyektning 3-nomerlik ig'izda ko'rishga kelishib qo'ygan. Ma'qul.